Ye, Jetel, bu seni bolangmi? Yo, bu meni otam. Ko'rmayapsanmi, menda kichkina. Конечно, bolam bo'ladi. Ha, shuni to'g'ri yo'l bilan so'rayapman. To'g'ri aytsang bo'ladi-yu. Yaxshisi uyimga kirib o'tiray. Mana bu chiroyli bo'lgan mana bu uchadigan narsamni yechib qo'yayin endi. No, buni yechib qo'ymasam bo'lmaydi, chunki to'xtanglar-da, uni yechib qo'ymasam bo'ldi, menimcha qo'ydim joyiga. Hozir polizdagi narsalarni qilishim kerak. O'sha polizdagi ishlarimni tugatganimdan keyin janob Merdiyoniga borishim kerak. O'sha yerda ishlarim bor. Короче, hozir bo'ldi. Poliz ekinlarimni yig'ishtirib oldim. Endi borib bu narsalarni hozir qo'yaman. Hoji yetel, nima gap? Ana ularni qutqarga qarab tepaga chiqib qolgan. Sen to'chadigan asbob bor-ku. Ha, bo'ldi, hozir qutqaraman. Kakras o'zim mana shunaqa ish bilan shug'ullanmoqchi edim. Hoy, tush bu yerga. Yo, o'zing tushasanmi, uy tartib tushiraveraymi? O'zim tushaman, o'zim tushaman dedim-ku. Ha, o'zing tushding-ku mana. Senlar o'zi bu yoqda nima qilib, men bu yerdan bittasi tiqilib qo'ygan. Senlar nima qilyapsanlar bu yerga? Menga qara, nima qilyapsan? Tush pastga, davay. Tush deyapman senga. Menga shu yer udobliroq ekan, shu yerda tura qolaman. Men senga tush deb hozir itarib boraman. Qo'lingdan kech itar. Mana qo'limdan keldi, ko'rdingmi? Rostdan ham sen zo'r ekansan, qo'lingdan kelar ekan. Meni bittasi itarib bording rostdan ham. Nimaga itarasan? Ha, itaraman-da, pastga yurish kerak shu uchun. Bo'ldi, endi bu короче uchadigan asbobimni yechib qo'yishim kerak, chunki zaryadkasi kam o'zi. Buni zaryadkasini ko'p ketkizsam agar keyin вообще uchmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Qaraydi, mana bu yerda ekan, olib qo'yaman bular hammasini. Mana bu yerga yashirib qo'yaman. O'zim joyim bor, sirli joy. Shu yerda turadi. Xo'sh, mana bu poliz ekinlarni bu yerga olib qo'yaman va ketmonimni bu yerga qo'yib qo'yaman. Tamom. Hozir esa xo'sh, janob Merdiyoniga borib kelaman. Bir ikkita narsalarni so'ramoqchi edim. Janob Merdan ishim bor edi, короче, janob Merda. No, qanaqadir ishim bor deb aytgandi. Qanaqa ishligini lekin aytmadi nimagadir. Mayli, hozir so'rab olaman. Bu yerda bankomatlar bor, ko'ryapsizlar, qishloq upgrade. Tushunmadim. Ko'rasiz hali mendan. Men ketdim, короче. Tushunmadim. Jahl qilib ketdim janob Merga. Qanaqa jetel bu, tushunmadim. Hozir janob Merdan so'rayman. Assalomu alaykum janob Mer. Va alaykum, kech oqa. Ana u qanaqa jetel edi? U yaramas menga. Короче, o'shandan qarz olgandi biroz pul. O'sha darrovdan qistayapti kelib turib. Berish kerak edi qarz olgandan keyin. Bilmadim, короче, qarz olgandim-da, kerak bo'lib qolgandi. Mayli bo'pti, qarz to'lavorasiz qachonlardir. Lekin qanaqasiga qarz, janob Mer, nahotki qarz olsa-ya, u qanaqangi natija bu? Janob Mer qarz olish вообще-ta nima desam ekan? Короче, qiyin narsa-da u janob Mer, chunki Mer odam qanaqasiga qarz olishi mumkin, ha? Sizlar qanaqa tushunyapsizlar? Mishqilib meni gaplarimni. U Mer odam qanaqasiga qarz oladi? Mayli, Merda lekin pul ko'p bo'lishi mumkinki, tushunmadim. Derazada qanaqadir narsa bor ekanmi? Hozir ko'ramiz. Hozir 1 sekund. Voy, jetel, yaramas, nima qilding? Yaramas. Janob Mer, meni qarzlarni qaytarmaguncha hamma yoqqa men yozib chiqaman. Mer pulni qaytar deb. Sen hali shunaqami? Yaramas. Nima hamma yoqqa yozib tashlading? Mer, pulimni qaytar. Mer pulni ber deganingda qofiyali chiqardi. Shunaqa qilaman endi. Bo'pti, короче, janob Mer pulni bermaguncha hamma yoqqa yozib chiqaveraman, tushunayapsanmi? Tushundim, lekin rasvosini chiqaribsan hamma yo'qni. Asabimni buzyapti-da, pulni o'z vaqtida berish kerak. Qancha vaqt bo'ldi pulni berganingga? 2 oycha bo'ldi. 2 oy? 2 oy. Unda rostdan ham ancha vaqt o'tib ketibdi. Shu uchun men pul so'rayapman, boshqa so'ramasdim. Janob Mer yaqinda olgandim dedi-ku. Yaqinda qayerdan oladi? O'zi hozir bergandi. 2 oy oldin bergandim. Shunaqa. Bunda to'g'ri ish qilyapsan. Lekin bu yozib chiqishing odobdan emas. Ayniqsa meni uyimga nima yozib chiqding? Sen ham ko'rib qo'y demoqchi edim. Короче, hamma yoqni buzib tashlayman hozir. Qishloqni rasvosi chiqaraman. O'zing shu qishloqda yashaysanmi? Yo'q, men 100-qishloqdan kelganman. Bu yer 97-qishloq-ku. Bo'ldi, tushundim. Endi sen nimaga bunaqa qilayotganingni tushundim. Bunaqa qilishing lekin juda ham ahmoqona ish, tushundingmi? Tez tozalab tasha. Bu meni uyimni yoni. Mayli, borib janob Mer uyini buzib tashlasang ham menga o'ta farqi yo'q. Bo'ldi, uzr. Короче, janob Merga aytib qo'y, tez pulni qaytarsin. Bo'lmasa hamma yoqni buzib tashlayman. Bo'pti, aytaman. Obunachilik ko'ryapsizlarmi? Bu yaramas hamma yo'qni rasvosini chiqarib tashlagan. Berga nima yozgan? Nima gap deb yozganmi? Tushunmadim. Nima gap? Obbo, mana bu yerni qaranglar, rasvos chiqib qolibdi. Mayli, hozir bu yerni to'g'rilab yuboraman. Qanaqa to'g'rilanardi hozir? Mayli, keyinroq avval janob Merdiyoniga borib aytayin-da mana jetel qilgan ishlarini. Janob Mer ham ko'rsin nimaga bunaqa bo'layotganini, kim bunaqa qilib tashaganini. Mer pulni ber deb yozmagan, Mer pulni qaytar deb yozgan. Oho, buni qaranglar, hamma yoqqa yozib tashagan. Buni qanday olsa obam bo'lmayapti, tushunmayapman. Hamma yoqqa yozgan, bu yerga ham yozib tashagan. Mana bu yerlarga ham yozgan. Nahotki butun qishloqqa yozgan, bu yerga ham yozib chiqibdi. Jetelar basharasiga ham yozish kerak edi, u yoqqa yozmabdi. Lekin nimaga bunaqa qilgan? Voy ahmoq.
jinni bo'lib qolganmi? Bunaqa qilish yaxshi ish emas u. Hamma yoqqa yozib tashlagan. Nimaga bunaqa qilgan? Obunachilar xullas sizlarga bunaqa narsalarni tavsiya bermayman. Chunki bu juda ham yomon ish. Aytgan sizlarga bitta narsa aytmayapman. Kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men tezroq hamma kanalimga 10 ming obunachi to'plab tashlashim kerak. Bu sizlar qo'lingizdan keladi. Tez obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerga qanaqadir soat qo'yilgan, qo'limdagidan bitta qo'yib qo'yishgan ekan mayli. Buni buni ham shu yerga qo'yib qo'yaman yoniga. Qanaqa qo'ysam bo'ladi? Qo'yib bo'lmayapti-ku. Videoni oxirigacha ko'rib olinglar, короче. Tushunmadim. Mayli, nimadir bo'ldi, короче, tushunmadim. Mayli. Bu lekin g'alati soat ekan, buni qaranglar. Bu ishlayapti, mana ishlayapti. Narigisi ishlamayapti. Buni qaranglar. Qo'limdagi nima edi? Bilmadim, короче. Mayli, hozir o'sha narsalar haqida janob merga aytishim kerak. Nimani aytmoqchisan? Ana jetel yozib tashlaganlarni. Rasvo qilib hamma yoqda. Bilaman rasvo. Mana bu yerlarga ham yozgan. Mer pulimni qaytar. Bu jetellarda nima ayb? Axir pulni mer olgan bo'lsa, bu jetellarni uyiga yozib nima kerak edi? Mayli, bu bashniyaga yozsin. Chunki bashniya janob merga tegishli bino. Lekin mana bu yerlarga yozishda nima keragi bor edi axir? Mayli, hozir borib janob merga aytaman, o'zi qanaqadir chora ko'rsa ko'radi. Qochay, yo'lda turma. Bek, birovlar olib tashlamoqchi bo'lmayapti. Sabr qilib tur, hozir ko'ramiz, hal qilamiz bu masalalarni. Janob merga aytib chiqayda. Qochlaring. Janob mer, ko'rdingizmi, qishloqning rasvosi chiqibdi. Ko'rdim. Ana yaramas shunaqa qilibdi. Nima qilamiz endi? Sen tozalab tasha, короче. Tozalab tashay? Tozalab tasha. Siz qarz olganingiz 2 oydan oshgan ekan. Nima aldadingiz? Endi oz vaqt 2 oy ham. Oz vaqt emas daqiqam. Qarang, mayli, hozir men tozalab chiqaman, lekin qarzni o'z vaqtida bering, tushundingizmi? Bo'ldi, beraman. Endi sana menga aql o'rgatma. Aql o'rgatish emas, bu prosta tak aytayapman sizga. Bo'pti. Bor, tezroq tozalab tasha, qishloqlar bo'lmasa, yana qo'zg'olon ko'tarish menga baqa-chaqir qilib to'paloq qilib tashlashadi. O'zi shunaqa qilish 100% tayin u. Shuni oldini olish kerak, tezlash. Bo'pti, hozir tozalayman, lekin qarang, menga qanaqadir pulmi nimadir berasiz mukofot. Bo'ldi, pul beraman. Bor, tezroq tozalab tasha. Mayli. Buni qanday tozalasak bo'ladi? Qochib turay, bor uyimdan narsalarni olib kelaymi? Yo, qo'l bilan ham olib tashlasa bo'larmikan? Bilmadim, hozir qochib turlaring, yo'lda turma hammang. Qanday olsam bo'lar ekan? Shuni olib tashlasam bo'lmasmikan qo'l bilan? Yo'q, menimcha qo'l bilan bo'lmayapti. Bu yerga tosh bilan, короче, eshik olib kelgandim, shuni qo'yib qo'yaman hozir. Takoy bo'ldi mana. Buni yopib qo'yamiz. Hozir mana bu yerdan asbob uskunalar olib olish kerak. Nima bilan bussam bo'lar ekan? Menimcha kirka bilan buzilsa kerak. Yana ham bilmadim. Короче, bir chekkasidan buzishni, tozalashni boshlayman. Bu hozir nima gap? Oldim bittasini. Merni pulini qaytar. Mer pulini qaytar degan yozuv. Mana buni ham olamiz. Bular olib qo'yaman. Hozir menga inventardan joy egallab turmasin. Hop, buni ham olamiz. Orqada yo'qmikan? Menimcha, orqada ham bor. Orqani hech kim ko'rmaydi-ku. Bu yerga nimaga osib qo'ygan jinni bilmadim. Orqaga baribir hech kim o'tmaydi. Orqaga o'tib hech kim ko'rmaydi. Buni ham olamiz. Yaxshi. Bu yerda ham bor ekan. Bu yerdagilar hammasini olaman. Okey, menimcha juda ham chiroyli chiqyapti. Bu 3 tadan ziyod yig'ib bo'lmas ekan buni. Menimcha inventarimga sig'maydi-ku. Butun qishloqnikini tozalab chiqadigan bo'lsam agar. Juda ham ko'p yozib tashlagan. Har joyga hamma joyga yozgan. Nimaga bunaqa qilgan? Shu qarzni endi beradi janob mer, uxlatib ketmang, chunki u janob mer bo'lsa, mer odam qayerda ko'rgan aldaganini. Balki rostdan ham aldashi mumkin. Hayronman, mayli. Hozir bu tomonlarda yo'q ekan. Hozir mana bu do'kon, kompyuterxonani yonida yozilganlarni ham olib tashlayman birinchi. Keyin esa boshqa joyga o'taman. Jetellar ham o'chirmoqchi bo'lib harakat qilishyapti, lekin o'chira olishmayapti. Chunki buni o'chirish uchun ular qo'l bilan, короче, urinishyapti. Men esa kirka bilan olib tashlayapman. Ular bilishmaydi, aqli yetmaydi ularni bunga. Men esa bir amallab olayapman. Qayerda edi yana? Bu yerlarda yo'q, aniq. Xo'sh, qayerda bor ekan? Mayli, hozir aniqlashtiraman. Xo'p, bu yerlarda yo'q. Bu yerlarda bu yerda ham yo'q. Bu tomonga menimcha hech qayerga qo'ymagan. Faqat mana shu tomonlarga qo'yib chiqqan. Ya'ni janob Meduin atroflariga qo'ygan. Qayerda ekan buni turgan? Mana bu yerda ekan. Короче, bu blok qilib qo'yilgan. O'shaning uchun uzoq joyga, короче, buziladigan joy uzoq joyda turibdi. Bu yerda bossak, oyoq olib keta ko'ryapsizlarmi? Buni tushunish biroz qiyinroq ekan. Nima gap degani, keyin mer pulimni qaytar degan. Nima gap, Jo'xa, nima gap? Yo'q, nima gap?
mer pulimni qaytar deb yozilgan, ko'rmayapsanmi? Nima gap emas. Ha shu nima gap debman o'shanga. Ha, shunaqa. Короче, janob mer pulni qaytarish kerak ekanda. Ha janob mer bekor qarz olibdi-da. Ha, shuni aytmaysanlarmi? Janob merga aytish kerak edi qarz olmang deb. Aytsak biz aytganimiz qilmaydi-ku baribir. Qildirish kerak o'shaning uchun. Tak, buni qayerda ekan blok bo'ldi, oldim shekilli. Bu yerda ham bitta qolibdi, bu yerda ekan blok. Tak, mana bu yerda bitta, bularni ham hammasini olish kerak. Mana bu yerda nima gaplarni qarang, 3 ta nima gap deb yozgan, 3 ta. Xo'p, bo'ldi. Menimcha tozalab bo'ldim hamma yoqda, lekin yana qayerda bor ekan, mana soatlar g'alati turibdi, qaranglar. Buni hop olib turib boshqa joyga qo'ysak ham qo'limga qanaqadir g'alati narsa turibdi, lekin bilmadim. Lekin nimaga bunaqa bo'lib qolgan hayronman. Tak, buni mana shu yerga qo'yib ketaman. Tak, qayerga qo'ysam bo'ladi? O'ta farqi yo'q, boy joyga qo'yib ketsam ham bo'laveradi. Mana shu yerga qoldiraman. Tak, qo'yil endi. Nima qo'yilmayapsa? Obbo, yaramas, nima narsa bu? Tushunmadim. Hamma yoqda shu narsadan bo'lib qolgan. Soat, aslida bu soat bo'lish kerak. Soat vaqtni ko'rsatish kerak. Lekin bizning qishlog'imizda o'yinchoq bo'lib qolgan soatlar. Buni ham olamiz. Tak, buni ham. Tak, mana buni ham olamiz. Hammasi chotki. Buni ham. Mana bu qanaqasiga qo'yilgan? Ha, bo'ldi, buni ham oldim. Normal hammasi. Buni ham olaman. Tak, qani yana mana bu yerda ham bor ekan. Buni ham. Tak, menimcha qolmadi menimcha. Hozir borib ko'raman bu tomonlarni ham, menimcha qolmadi aniq. Janob merga hozir bularni bu yerda, mana bu yerda qolib ketgan ekan-ku, bularni ko'rmabman. Bo'ldi, endi ko'rdim. Bu Steve, tushunarli. Demak, Steve bular rasmlarni ko'rsatib turar ekan. O'shaning uchun shunaqa ko'rinishda ekan. Tak, buni blogi qayerda ekan? Buni blogi qani, blogida oldim mana. Bo'ldi, blogini topdim. Xo'p, bu kartoshkalar qayerdan kelib qoldi? Qaysidir jitel yaramas menga tashib ketdi. Oho, mana bu yerda hali shuncha bor ekan. Bularni qachon yo'qib chiqaman bilmadim. Nimaga mana shunaqa narsalarni bizda hech qayerda sotishmaydi? Faqat yomon odamlar qo'lida bular mana shunaqa narsa, bilasizlarmi? Yomon emas. Janob mer o'zi qarz berib, qarz olib qarzini bermayapti. Bilmadim, lekin u odamni yomon deyish chunki kerak emas, chunki u qarz bergan, qarz olmagan, to'g'rimi? Qarz olganda ham mayli edi. Janob mer, hammasini tozalab bo'ldim. Ha bo'ldi, kartaga tashab beraman pullarni. Ha, mayli, lekin qarang-da, qarz olmang boshqa, tushundingizmi? Ha bo'ldi, tashab bermayman, shuni olaver. Ha, bo'pti, mayli, rahmat qarovchi. Qochlaring, yo'lda turishma, hammang yo'lni egallab olgansanlar. Nima ko'cha torliq qilyaptimi senlarga, bilmayman. Xo'sh, mana ular romantika qilib turibdi mana bu yerda. Qochlaring, bu yerda turmalaring. Voy Jetel, qayerdasan? Qarzingni kelib ol, janob mer beraman dedi. Ha bo'pti, hozir boraman qarochi. Ha, bo'pti, qarochi, ilamasdan tezroq kelib ol. Keyin uxlashing mumkin. Ha bo'pti, hozir olaman borib. Aha, mayli, men esa mana bu qarochi o'zimni izimrodimda shu yerga yashirib qo'yaman. Tak, tapor bilan sindirmasam tezroq sinmaydi. Uni qo'lim bilan sindirsam farqi yo'q. Singanni qaytarib qo'yib yuboribman. Tak, mana buni solib qo'yamiz va всё, normal. Mana pullar bilan bunaqa qilib o'zgartirib qo'ysam joyini chotki bo'ladi va bu yerni yopib qo'yamiz. O'ta go'zal bo'ldi. Endi esa o'tirib televizor ko'rsam ham bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.